Hürmetlik vatandaş, bugünkü ıslaq 2024 yıl 4 ayının 26 günü haftaga cuma. Endi sizning tuvandagi leksiyaga boshqacha diqqat qilishingizni va leksiyaning mazmunini o'zingizning tasavvurda cho'nqur o'ylanib ko'rishingizni, balki bu ishning oldimizda yuz berdiganligini, nima ishning yuz berdiganligini qiyos qilishingizni, faraz qilishingizni o'tinaman, hurmatli vatandosh. Xabar mundaq. Mavzu mundaq vatandaş. Bunu material sifatida topshiramiz avvalcuma. Prezident Vladimir Putin kelar oyda Junguni ziyorat qiladi. Va buning uchun u rais Xi Jinpingga sovg'a tayyorladi. Va Xi Jinping haqiqiy o'g'il bola deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 4 ayning 25 kuni Erkin Osiyoning Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar undaq boshlandi. 4 ayning 5 kuni 25 kuni qaysi kun vatandoshim? Beijingda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan 6 soat suhbat o'tkazgan kun. Bilamda Prezident Vladimir Putin 5 oyda Junguni ziyorat qiladi va Xi Jinpingga bir kitobni sovg'a qilishni tayyorladi. Ta'sisi xabar qilib mundaq ko'rsatdi. 4 oyning 21 kuni Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin Rossiyaning sanoatchilar ittifoqi yig'inida nutq so'zlaganda mundaq ko'rsatdi. Men 5 oyda Junguni ziyorat qilaman. Prezident Vladimir Putin nutq so'zlaganda mundaq ko'rsatdi. Men 5 oyda Junguni ziyorat qilmoqchi bo'ldim. Bu ikki jumla xabarda shundaq takrorlandi, men ham takrorlab tarjima qildim vatandosh. Kechiring. Yani anlayıp etan, muşunu anlayıp etan. Men 5 oyda Junguni ziyorat qilaman. Tugidi bir jumla. Prezident Vladimir Putin nutq so'zlaganda mundaq ko'rsatdi. Men 5 oyda Junguni ziyorat qilmoqchi bo'ldim. Yig'inga qatnashuvchilardan birisi Jungoning raisi Xi Jinpingga Rossiyaning 19-asrda o'tgan yozuvchisi Chernishevskiyning nima qilish kerak mavzuli kitobini sovg'a taqdim qilishni talab qildi. Mush kitobni sovg'a sifatida rais Xi Jinpingga taqdim qilishni talab qildi. Yig'inga qatnashgan bir kishi. Nima qilish kerak mavzuga qarang vatandosh, taqdim talab qildi. Prezident Vladimir Putin mundaq dedi. Bu kitap 1953 yılı 6 ayının 15 günü kitapxonaga kirgizilganda tamg'i besilgan kitap. Bu dal Jungoning rahbari rais Xi Jinping tug'ilgan kunga to'g'ri keladi dedi. Yig'inga qatnashgan kishi Prezident Vladimir Putinning bu kitobni rais Xi Jinpingga sovg'a qilishini iltimos qildi. Xi Jinping buningdan burun Moskvada davlat qarmog'idagi xalqaro munosabatlar institutida nutq so'zlaganda nima qilish kerak degan bu romanni o'zi yaxshi ko'radigan roman deb ko'rsatgan edi. Prezident Vladimir Putin nima qilish kerak degan romanni rais Xi Jinpingga sovg'a qilishga qo'shildi. Men bu kitobni Beijingga cho'qim elib boraman va do'stim Jungoning raisi Xi Jinpingga taqdim qilaman. Prezident Vladimir Putin da'vatida juma. Men bu romanni cho'qim Beijingga elib boraman. Ham bu kitobni do'stim rais Xi Jinpingga taqdim qilaman. Rossiya prezidenti Vladimir Putin so'zini davomlashtirib mundaq ko'rsatdi. Va, ya'ni Xi Jinping nihoyatda kuchli rahbar
Yani şundaqlı haqiqiy o'g'il bola. Chaqchaqa tava bo'lsin. Rostini aytsam, agar u nima qilish kerak mavzuliq bu kitobni yaxshi ko'radigan bo'lsa, men bu kitobni Xi Jinpingga xushallik bilan taqdim qilaman. Cümlenin mazmuniga diqqat qildingizmi, vatandoshim? Men bu yerda alayda ko'ptirgim, alayda mubolag'a qilgim va alayda yuqori saviya, yuqori talaffuz bilan tahqiq qilgim yo'q vatandosh. Cümlenin o'zigini o'zingiz qarangizmi? Qarab turing, yana bir anglab o'tам. Rossiya prezidenti Vladimir Putin sözünü davamlaştırıp bunday ko'rsatdi. O, yani Xi Jinping kuchli rahbar. Yani shundaqla haqiqiy o'g'il bola. Chaqchaqa tava bo'lsin. Rostini aytsam, agar u nima qilish kerak mavzuliq bu kitobni yaxshi ko'radigan bo'lsa, men bu kitobni Xi Jinpingga xushallik bilan taqdim qilaman. Rossiya birinchi televiziyasi shu kuni televiziyasi stansiya muxbiri Pavel Zorbin sel vaqt o'tgandan keyin Rossiya prezidenti ishxonasi mehmon kutish mahkamasi xodimlarining yig'inga qatnashgan heliqi kishining qo'lidan nima qilish kerak degan bu kitobni olganligi video film ko'rinishini ekran qo'yib berdi. Mush kitob to'g'risidagi mushu sovg'a qilish, talab qilish, o'qilish prezident Vladimir Putindan degan so'zlarning hammasi video film qilib, Rossiya televiziyasi birinchi stansiyasi buni ekranga qo'yib berdi. Dunyoga xabar qilib qo'yib berdi. Xabarda mundaq tilg'ilindi. Prezident Vladimir Putin Junguni qachon ziyorat qiladiganligini ochiq aytmadi. Qachon ziyorat qiladiganligini ochiq aytmadi. Lekin bu ziyorat prezident Vladimir Putin yana prezident bo'lib saylangandan keyin tunji qatim chet elga ziyoratga chiqqan bo'lib hisoblanadi. Oxirgi diqqat qiling, hurmatli vatandosh. Rossiya prezidenti mahkamasi axborot kotibi Peskov haftaning 4-kuni, yani tunigun payshanba kuni Vladimir Putin qayta prezident bo'lib saylangandan keyin rostilla Junguni ziyorat qilamdi degan masalada majumlaga qarang, boshqa jumla bilan majumlaga qarang. Rostilla Junguni ziyorat qilamdi degan masalada mundaq ko'rsatdi. Ziyoratning barliq jarayonini vaqtida xabar qilamiz. Peskov so'zini to'liqlab turib yana mundaq ko'rsatdi. Bizning sherikimiz Jungo bilan birga barliq masalalarni jakarlaymiz yoki e'lon qilamiz. Bu nima gap vatandosh? Biz sherikimiz Jungo bilan barliq masalalarni jakarlaymiz va e'lon qilamiz. Men shaxsiy hissiyotimni yoki o'zimni fikr va sezgim bilan sizga rostimni aytsam, oxirgi jumlaga hayron qoldim vatandoshim. Hayron qoldim oxirgi jumlaga. Qarab turing. Peskov bunda ko'rsatdi. Ziyoratning barliq jarayonini vaqtida xabar qilamiz. Prezident Vladimir Putin Junguni ziyorat qildi. Ziyoratning jarayonini vaqtida xabar qilamiz. Peskov so'zini to'liqlab turib bunda ko'rsatdi. Bizning sherikimiz Jungo bilan birga barliq masalalarni jakarlaymiz yoki e'lon qilamiz. Prezident Vladimir Putin bu qatim Junguni davlat ishlar
ziyoratida ziyorat qiladi. Yoki Junguni davlat ishlar ziyorat qildi. Nima? Boshqa jumla qarab turing ha. Rossiya prezidenti Vladimir Putin so'zini davomlashtirib bunda ko'rsatdi. O Xi Jinping nihoyatda kuchli rahbar. Ya'ni shundaqla haqiqiy o'g'il bola. Chaq-chaqa tava bo'lsin. Rostini aytsam, agar u nima qilish kerak mavzuliq bu kitobni yaxshi ko'radigan bo'lsa, men bu kitobni Xi Jinpingga xushallik bilan taqdim qilaman. 4-oyning 25-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Beijingda Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan suhbatda 6 soat Rais Xi Jinping bilan ko'rishdi. Mushu daqiqada Prezident Vladimir Putin yuqorida ifoda bildirib, nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Buning keyinda gangirab qilish kerakmi? Gangirab turish kerakmi? Ikkilanib turish kerakmi? Va yoki qadam tashlab biz so'zlashgan so'zda, suhbatlashgan suhbatlarning mazmuni bo'yicha dadillik bilan qadam tashlab oldiga menish kerakmi? Rais Xi Jinpingga signal beryapti vatandosh. Rais Xi Jinpingga shu daqiqada signal beryapti. Bu yerdagi signal biz boshda aytdik. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken beliga xanjar qistirib Beijingga yetib keldi degan xabarni sizlarga yetkazdik. Rais Xi Jinpingga Prezident Vladimir Putin signal beryapti. Vatandoshim, biz shundaqli o'tirdi qo'yilgan masalalarni sizlarga topshirdik. Demokratiya, kishilik huquq, taraqqiyotni bo'g'ish qo'yib o'tish masalasi, Jungoda siyosiy tuzumni o'zgartirish, ijtimoiy tuzumni o'zgartirish masalasi bir qator masalalar. Bugun Shohona so'zi bilan aytganda hozir Jungoning necha bankasini xalqaro pul muomala organidan qo'g'lab chiqardi dedi hozir Shohni saqlab qolgandim mazmun bilan sizni ko'rsataman mavzu bilan. O'ylab ko'ring vatandosh. Hozir Prezident Vladimir Putin nima qilish kerak? Chernishevskiyning romani. Bu kitob 1950-yillarda, 56-yillarda Uyg'ur tiliga tarjima qilinib, sobiq Sovetlarda Uyg'ur tiliga tarjima qilinib, 19-asrdagi Rossiya adabiyotchilari Rossiya adabiyotidagi buyuk kitoblar, masalan Tolstoy, Anna Karenina, masalan Chernishevskiy nima qilish kerak? Masalan Turgenovning asarlari 19-asrdagi, Apechexovning rossiyalik yozuvchi 19-asrdagi asarlari hammasi degidek hech nima qilib qolmay. Masalan Pushkin, shoir Aleksandr Sergeyevich Pushkinning asarlari to'plamlari Uyg'ur tiliga Kavkaz. Buning ichida Pushkinning Kavkaz ajoyib yozilgan doston vatandosh. Kavkaz. Mushularning hammasi Uyg'uristonga kirgan edi. 60-yilgacha Rossiyada Uyg'ur tiliga tarjima qilingan kitoblarning hammasi Uyg'uristonga kirgan edi. Men bu nima qilish kerak degan romanni o'qigan edim. O'ttir hisobda hozir 50-60 yil bo'pti vatandosh, men buni unutibman. Bir jumlami eslayolmadim. Kechiniyog'i bu xabarni ko'rib bir jumlami eslayolmadim. Tamam unutibman bu kitobni. Lekin shoir Aleksandr Sergeyevich Pushkinning Kavkaz degan kitob dastoni. Bu dastonda Jilin deydigan biri Rossiyalik askarning butun sarguzasht demasdan Kavkazni bo'ysundirish to'g'risidagi shu vaqtdagi hikoyatlar. Lekin bu oraliqda Pushkin hargiz Kavkazni yoki Cherkaslarni yoki bugungi Grozillarni, Grozillar emas bugungi nima? Cherkaslarni kamsitgan emas.
Tolstoy qandaq madiyligan bo'lsa, bu Kavkaz o'g'illarining qahramonligini Aleksandr Sergeyevich Pushkinmi shundaq madiyligan. Ular shoirlar, ular yozuvchilar, ular avval odam. Masalaga har qandaq maydonda siyosat bilan qaramaydi-ku. Hozir bu kitobni unutibman. Buni siz bizga qolgani nima qilish kerak? Men boshda aytdim. Dal mushu payti, mushu daqiqada Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Beijingda ziyoratda bo'layotganda tuyuqsiz Prezident Vladimir Putinning axborot e'lon qilib, nima qilish kerak degan kitobni bu da Beijingga borganda elib boraman. Do'stim Rais Xi Jinpingga taqdim qilaman. Bu intayin cho'nqur signal vatandosh. Intayin cho'nqur Jungo tarafga berilgan signal. Onun oxiridagi bir jumla shu, siz tank etib qolasiz, men hozir tank etib qoldim. Nima dedi? Bizning sherikimiz Jungo bilan birga bu qatam Beijing ziyoratida barliq masalalarni jakarlaymiz. Nima masala? Barliq masala Jungo bilan Rossiya o'rtasidagi barliq masalalar nima masala? Hozirgi eg'izdagi xabardagi maqoladagi o xabarlarni qo'ying. O kunda sizga bizga uchrab turadigan narsalar. O narsani jakarlashda Vladimir Putin uchun ahamiyati yo'q. Jungolik Rais Xi Jinping uchun ahamiyati yo'q. Zodi nima masala? Savol qo'ying vatandosh. Men ham savol qo'yaman. 4-oyning 2 kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Beijing Jungoning Rais Xi Jinping bilan telefonda so'zlashdi. 1 soatdan ortiq. 4-oyning 3 kuni mushu oy 4-oyning 3 kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Maliya ministri Janet Yellen xonim Beijingga ziyorat keldi. To'g'ri 7 kunda. 4-oyning 8 kuni Janet xonim, ya'ni Maliya ministri Janet xonim Amerikaning Beijingda turgan shu paytda Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Beijingga keldi. Tuyuqsiz Beijingga yetib keldi vatandosh. Shundaqmi? Mush bir oylikni topshiraylik. Endilikda Janet Yellen xonim Beijingdagi ziyoratini oxirlashtirib bo'ldi. Sergey Lavrov Beijingga keldi, Moskvaga qaytib bo'ldi. Undan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Beijingga tushdi. 23-kunidan 26-kunigacha ziyorat. Musha orliqda Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin o'tirg'i chiqib, men 5-oyda Jungoni ziyorat qilaman. Do'stim Xi Jinpingga Rossiyaning 19-asrdagi buyuk yozuvchisi Chernishevskiyning nima qilish kerak degan romanini elib boraman. Romanning ichida nima gaplar va uni qo'yib turing. Romanning mavzusi nima qilish kerak? Başta aytdim-ku, gangrab qolma, perişan bo'lma. Sen biz so'zlashgan so'z bo'yicha qadamni tashla, olg'a. Olg'a bo'lmasa vaziyat boshqa. Vaziyat boshqa. Masalan, Su Shaokan, Su Shaoxi dedi, xalqaro bankidan, xalqaro pul muomala o'rnidan Jungoning banklarini chiqarib etdi deb hukm qildi juma hozir. Chiqarib etdi deb hukm qildi. Prezident Vladimir Putinning nima qilish kerak degan roman bilan Jungoga bergan signali bu intayin zo'r. Mazmunlarni o'z ishiga oladi vatandosh. Oxiri nima dedi? Biz sherigimiz Jungo bilan birlashib yo birga turib barliq masalalarni jakarlaymiz yoki e'lon qilamiz dedi. Kutib turaylik, hurmatli vatandosh.